niyat qilganlar bitta like bosinglar. Ota-onamga shunaqa hovli olib beraman deb bitta niyat qilib qo'yinglar. Mehnat qiziqarli 2,5 soat, 6 ta xona, 100% podval, doda remontli uy. Yashil hududlarni ko'ryapsizlar. Bitta mashina bemalol sig'adi. Letniy kuxnya ko'chada sanuzel, uy ichini bitta obzor qilaman. Ana ketdi. Kirurishga chotki xol qilib qo'yishgan ekan, bitta mehki mebellar qo'yib, televizor qo'yib, mazaga dam olib o'tiradigan joy bo'ladi. Shunda chap qo'limizda oshxona, mebel qo'yib yuborsa bo'ldi. Teplый pol registr отдельно qilingan. Zinalarimiz ko'ryapsizlar, sifatli yaxshi narsalar ishlatilgan. Chap qo'limizda bitta katta zal, oltiga taxminan 4,5 orqa hovli mavjud. Общий sanuzel qilingan. Eshiklarni ham yaxshi sifatli qo'yilgan. И родительский спальня. Ikkinchi qavatga ham chiqarkanmiz, juda chiroyli qilib yuborishgan ekan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Общий sanuzel, dushuv kabinalari bilan bolalar yotoqxonasi, родительский спальня, ichida sanuzel bor va garderobga joy tashalgan. Kichkina koridorchi, bitta yotoqxona va yana bitta bolalar yotoqxonasi. Va balkonchamiz bor. Podvalga tushirish qarang, zinalarni tillarang qilib qo'yishganini. Kladovka zinalariga katta bitta xov. Bitta отдельный xona qilingan. Yillik foydalansa bo'ladi, teplый pol qilingan. Kladovka, холодный xona, холодный xonadan котельный xonaga kiramiz.